Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumani Mashal mahallasida yangi suv tozalash inshootining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekistonning yirik telekommunikatsiya operatorlaridan biri Uztelekom ushbu inshootning qurilishiga barcha moliyaviy xarajatlarni o'z zimmasiga olgan holda bosh homiy sifatida munosib hissa qo'shdi. Orolbo'yi hududlaridagi murakkab ekologik vaziyat sababli Qoraqalpog'istonning ko'plab olis hududlari ichimlik suv manbalariga bevosita ulanmagan. Mavjud suv esa ichishga yaroqsiz bo'lib ortiqcha sho'r, loy, qum va og'ir metall aralashmalari bilan ifloslangan. Ichimlik suv manbalari esa aksariyat hollarda aholi yashash punktlaridan o'nlab kilometr uzoqlikda joylashgan. Nukusdan 3 soatlik yo'lda joylashgan Mashal mahallasida 352 ta oila istiqomat qiladi. Ular ham yaqingacha toza ichimlik suvdan mahrum bo'lib kelayotgan edi. Toza suv xayriya loyihasi tashabbusi va O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasining har tomonlama qo'llab-quvvatlashi natijasida qisqa muddatda To'rtko'l suvni tozalash inshooti qurib ishga tushirildi. Elimizning eng bir quvonchli kunlaridan birisi ro'y beryapti. Mana qancha vaqtlardan beri elimiz bir ichimlik suvni toza saf holda qachon kerakamiz deb orzu qilib yurgan umidlari bugun ro'yobga chiqqan ajoyib kun bo'ldi. Sababi uzoqroq qo'shni mahallalarda eshitiradik shu narsalar yuzaga kelibdi. İchimlik obodonchilik ishlari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan degan gaplarni eshitdik. Bugun ustimizga nur bo'lib mana bugun yog'ilib keldi. Aziz eldoshlar, chiroyli ana davlatimizning barqaror rivojlanishi natijasida boshlab aytadigan bo'lsa fuqarolar yig'inining raisi, tuman hokimligi, respublika ayniqsa prezidentimizning ulug' rahnamoligida bugungi kunda elatimizdan chiroy ochib endi salomatlik bo'lsa ana toza ichimlik suvining ta'minoti bizgacha yetib keldi. Bu xizmatni bajarishda bizga shu insoniylik bir chiroyli xizmatni qilish uchun xizmatini ayamagan homiylarimiz albatta shu homiylarimizga shu narsani shu suv inshootini qurib bitkazishda sababkor bo'lgan shu asavoga getirgen barcha hizmet kılgan insanlara, sebepçi bo'lgan insonlara qishloq fuqarolari nomidan katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu inshoot soatiga 250-500 litrgacha suv ishlab chiqarib, qishloq aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash imkonini beradi. 2025-yilning yanvar oyi holatiga ko'ra O'zbekiston aholisining atigi 80,9% markaziy suv ta'minotiga ega. Eskirgan infratuzilma va ayrim hududlarda yer osti suvlarining yo'qligi qo'shimcha qiyinchiliklarni tug'diradi. Qoraqalpog'istonda ichimlik suvi asosan daryo va kanallardan olinadi. Bu esa uning sifatiga kafolat bermaydi. Ushbu muammolarni hal qilish maqsadida 2030-yilga qadar butun O'zbekiston aholisini xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan maxsus dasturlar qabul qilingan. Suvni tozalash inshootlarining qurilishi suv ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan biridir. Yil boshidan buyon toza suv loyihasi doirasida 4 ta suvni tayyorlash inshooti qurilib, foydalanishga topshirildi. 5-inshootni Chimboy tumanining Kartijan qishlog'i Tazajo'l mahallasida qurish rejalashtirilgan. Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining fidokorona ishtiroki va faol qo'llab-quvvatlashi natijasida mingdan ortiq aholi endilikda toza ichimlik suvdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.